Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 5-oyning 7-kuni juma. Muborak Ramazon oyining 25-kuni. Hammamizning bugungi muborak juma kuni xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Angliyaning sohibxonligida 3-maydan 5-maygacha Londonda chaqirilgan G7 davlatlari tashqi ishlar ministrlarining yig'inidan keyin e'lon qilingan o'rtaq bayonotda Uyg'urlar masalasi alohida o'rin oldi. Kuzatuvchilarning qarashicha bu butun dunyo iqtisodiy umumiy qimmatining yarmini tashkil qiladigan G7 davlatlarining bayonotida Uyg'urlar masalasining tunji qitim yer elishi bo'lib hisoblanadi. Analizchilar buni Uyg'urlar masalasining yer shariy xarakterli jiddiy masalalarning biriga aylanganligidan derak beradi deb qaramoqda. G7 davlatlarining o'rtaq bayonotida munolar deyilgan. Biz Şinjan ve Tibet'teki kişilik hukuk tepsendiciliki ve zoravallıqdan davamlıq endişe qılıvatımız. Bolupmu Uyg'urlar ve başka assallık millet əzalarına qaratılgan təqibləş ve kən köləmlik siyasi qayda tərbiyələş lagerlərinin mevcutluğudan, məcburi əmgək sistemisi ve məcburi tuğmas qilish haqqidagi xəbərlərdən qattiq endişe qılıvatımız. Bu qitim Londonda chaqirilgan G7 davlatlari tashqi ishlar ministrlarining yig'inidan keyin Amerikaning yuqori darajalik bir amaldori Fransiya axborot agentligining ziyoratini qabul qilganda G7 guruhining ishki qismida Xitoy masalasi yoki boshqa masalalarda hech qanday haqiqiy bir fikr ixtilofi bo'lmadi. Yig'inga qatnashgan har qaysi davlatlarning tashqi ishlar ministrlari Xitoyning Şinjangda elib berayotgan zo'r ko'lamlik bostirishlarga nafratlangandan sirt, Xitoyning kishilik huquq xotirasi hamda Beijingning boshqa davlatlarga yurgizayotgan majburlash xarakterlik iqtisodiy siyosatlardan cho'chiganligini ifoda qilishdi degan. Bu qitimqi yig'inga Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Kanada, Yaponiya qatorliq iqtisodiy taraqqiy topgan G7ga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari qatnashgandan sirt, sohibxon davlat bo'lgan Angliyaning taklifi bilan ya'ni Hindiston, Avstraliya ham Koreyaning tashqi ishlar ministrlari qatnashgan edi. Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida G7 davlatlari tashqi ishlar ministrlari yig'inining o'rtaq bayonotida Uyg'urlar masalasining aroyida o'rin olganligidan mamnun bo'lganligini ifoda qilish bilan birga, navbatdagi eng jiddiy masalaning mustabid Xitoy hokimiyatini Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatishga majburlash uchun xalqaro jamoatchilikning Xitoyga qarata yanada unumli jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yishi va Xitoyga qaratgan siyosiy, iqtisodiy va diplomatik besimlarni yanada oshirishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Dünya Uyg'ur qurultiyi Germaniya parlamentining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qaror qabul qilinishini qo'lga keltirish uchun butun Germaniya miqyosida imzo to'plash safarbarligi boshlatdi. Dünya Uyg'ur qurultiyi Berlin ishxonasining nomida tor orqali başlatilgan mazkur imzo to'plash harakati haqidagi izohatda mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rahimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, Uyg'urlarning naslini quritish, madaniyatini va diniy e'tiqodini yo'qotish uchun elib berayotgan jinoiy qilmishlari haqida tafsiliy tushuncha berilgan bo'lib, Germaniya parlamentining Kanada, Gollandiya va Angliya parlamentlaridan ulgu ilib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilishi lozimligi ta'kidlangan. Dünya Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va Uyg'urlar masalasini izchil turda qo'llab kelayotgan ba'zi parlament a'zolarining tirishchanligi bilan 5-oyning 17-kuni Germaniya parlamenti kishilik huquq va insonparvarlik komitetida tunji qitim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi temasida muzokara va guvohlik yig'ini o'tkazildi. Mazkur komitet tarafidan bu vaqtda e'lingan qarorlar federal parlamentning umumiy yig'inining muzokara qilishiga sunildi. Germaniya federal parlamenti kishilik va insonparvarlik komitetining so'zchisi, Uyg'ur xalqining uzun yillik samimiy do'sti, Yeşillar Partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Margarita xonim yaqinda bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida 17-may kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining Germaniya parlamentida rasmiy muzokaraga qo'yiladiganligidan mamnunlik his qilganligini va Germaniya federal parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilib, maxsus qaror qabul qilishini umid qiladiganligini ifoda qilgan edi. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur qurultiyi 17-may kuni Berlindagi federal parlament binosi oldida birlashma namoyish o'tkazishga hozirlanmoqda. Qurultay raisi Dolqun Aysa apandi bugun istansimiz orqali qilgan safarbarlik so'zida Germaniyada yashayotgan butun qarindoshlarimizni 17-may kuni Germaniya federal parlamentining oldida o'tkaziladigan birlashma namoyishga aktivlik bilan ovoz qo'shishga chaqirdi. Germaniyadagi Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi Myunxen shahrida yashagani uchun 17-maydagi namoyish uchun qurultay markaziy ishxonasi tarafidan maxsus avtobus kiralandi. Myunxendan Berlindagi namoyishga berishni orzu qilgan qarindoshlarimiz o'zini qurultay ishxonasiga tizimlasa bo'ladi.
Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar komiteti 6 may kuni mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarata rahimsizlarcha yurgizayotgan jinoiy qilmishlari haqida maxsus guvohlik berish yig'ini o'tkazdi. Bu yil 1-oyning 19 kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi tunji bo'lib Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamlik bostirishini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini jakarlagan edi. Endilikda Amerika Davlat Majlisi Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilishga hozirlanmoqda va bu vaqtdagi qaror loyihasi Amerika Avam palatasiga sunildi. Agar bu qaror loyihasi qabul qilingan taqdirda Amerika ham hukumat ham parlament tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida qaror qabul qilgan birdan-bir davlat bo'lib qoladi. Chunki Kanada, Gollandiya va Angliya tarafidan bu vaqtda qabul qilingan qarorlar faqatla parlament tarafidan qabul qilingan edi. Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar komitetining 6-may kuni tor orqali o'tkazgan guvohlik yig'inida Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining komissari advokat Nuri Turkal, Lager shohidi Tursunay Ziyoddin va Gergotin universitetining o'qituvchisi professor doktor James Millivat qatorliqlar alayda taklif bilan qatnashib guvohlik berdi. Nuri Turkal apandi bilan professor doktor James Millivat apandilar guvohlik yig'inida qilgan so'zlarida Xitoy hokimiyatining turli tahdid, besim va ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'ur muhojirlarga ega chiqish va ularga jiddiy yordam berishning to'limi zarur ekanligini ta'kidlash bilan birga, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Amerika tarafidan jiddiy ilib berishga tegishli tadbirlar haqida tushunchalarni o'ttirg'a qo'yib o'tdi. Lager shohidi Tursunay Ziyoddin so'zida o'zining va lagerdagi boshqa ayol tutqunlarning Xitoylar tarafidan vahshiylarcha jinsiy zo'ravonlik va tajovuzga uchrash ahvolini yig'inga qatnashgan davlat majlisi a'zolariga qaytadan eslatib o'tdi. Guvohchilar yana Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar komiteti a'zolarining Uyg'urlar haqidagi turli savollarga astoydil javob berdi. Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon apandining 6-may kuni Erkin Osiyo radiosiga bergan ma'lumotida Turkiyada hozirga qadar 30 nafar atrofida Uyg'urning koronavirusidan qazo topganligini, 3000 atrofida Uyg'urning yuqumlanganligini bildirdi. Bularning ichida Istanbulning Safaköy rayonidan 10 nafar, Başak shahar rayonidan 5 nafar Uyg'ur bo'lib jami 30 atrofida Uyg'ur koronavirusi sababidan qazo topgan. G'ayri rasmiy statistikalarga asoslanganda Turkiyada 70-80 ming atrofida Uyg'ur bor bo'lib, bularning ko'pi Istanbulning Zaytunburnu, Safaköy, Oqsaroy va Beylikdüzü rayonlarida o'ltiraqlashgan ekan. Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon apandining aytishicha, mazkur rayonlarda Uyg'urlarning yo'qolinish nisbati nihoyat yuqori ekan. Buning sabablaridan birisi Uyg'urlarning Turkiya hukumatiga koronavirusiga munosabatli tuzum qoidalariga rioya qilmasligidan kelib chiqqan. Hidoyatullo O'g'uzxon apandi Uyg'urlar ijtimoiy munosabatga zo'r ahamiyat beradigan millat bo'lg'achqa, koronavirusiga sal qarab, hatto sirtqa chiqish cheklangan kunlardami to'y-to'kun, nazir chiroq, choy va mehmondorchilikqa davom qilganligini, shunga bundoq og'ir oqibatdan kelib chiqqanligini bayon qildi. Ba'zi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston va Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar ichida koronavirusi bilan yo'qimlanib qazo topganlarning soni ko'p bo'lgan. Xalqaro xatar ostidagi olimlar tashkiloti 4-may kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining yaqinda Yevropa va Amerikadagi bir qism tadqiqotchilar va tadqiqot organlariga jazo tadbiri qo'yganligini tanqid qildi. Ular Xitoyning bu harakatini ilm-fan erkinligiga qilingan og'ir tahdid deb ko'rsatdi va Xitoyni ochiq va erkin ilmiy tadqiqotlarga hurmat qilishga chaqirdi. Bu yil 3-oyda Amerika, Kanada, Angliya va Yevropa ittifoqining a'zo davlatlari bo'lib jami 33 davlat Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ayblab, bu qirg'inchilikda mas'uliyati bor deb qaralgan bir qism Xitoy amaldorlari va organlariga jazo tadbiri qo'ygan edi. Buning bilan Xitoy hukumati qarshi harakatga o'tib, 22 va 26 mart kunlari Shvetsiya Xalqaro ishlar tadqiqot o'rni Xitoy ishlari markazining mudiri Bejron Jerdin, Angliya Newcastle universitetining tadqiqotchisi Joanny Sims-Filli va Amerikadagi tadqiqotchi Adrian Zinnes qatorliq tadqiqotchilarga va Germaniya Mercator tadqiqot o'rniga jazo tadbiri qo'ygan edi. Xatar ostidagi olimlar tashkiloti bayonotida Xitoyning bu harakatini ayblab, Xitoy hukumati dalil isbot va sonliq ma'lumotlar bilan ularning tadqiqotlariga raddiya berish o'rniga tadqiqotchilarga sayohat cheklamasi va Xitoydagi tadqiqotchilar bilan hamkorlashish cheklamasi qo'ydi. Bu jazo ilmiy atmosferani jimiqtirish va Xitoy Kompartiyasi davlati tomonidan tasdiqlangan bayon yoki ideologiyaga mos kelmaydigan tadqiqot bilan shug'ullanadigan har qanday olim yoki organni qo'rqitish o'rinishidir. Bu erkinlikka og'ir tahdid bo'lib, cho'qim qarshi turilishi kerak degan. Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati tarafidan bu yil 9 aprel kunidan e'tiboran Adlay shahridagi Xitoy konsulxonasining oldida har juma kuni elib berayotgan uzun muddatli norozilik namoyishi 5-haftasiga qadam qo'ydi.
Bugün, yani 7 may Cuma günü tushdan burun Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining raisi Nur Muhammad Turkistoni apandimning bevosita riyosatchiligida yana Adila shahridagi Xitoy konsulxonasining oldiga to'plangan fidokor qarindoshlarimiz mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan rahimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan noroziliklarini ifoda qilishdi. Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati mas'ullarining istansimizga bildirishicha, Xitoyning xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turishni asosan maqsad qilgan bu namoyish taxminan yarim yilgacha izchil davomlashadi va har juma kuni shu joyning vaqti tushdan burun soat 10 dan 11:30 gacha ilib beriladi. Adila shahrining Joslin rayonida yangidan qurilgan Xitoy konsulining bu yil 30 martdagi ochilish murosimi Uyg'urlarning kuchli noroziligiga uchragan bo'lib, Xitoy konsuli joylashgan Joslin rayoni aholi vakillarimi bu rayonda Xitoy konsulxonasining qurilishini asla xohlamaydiganliklarini, shunga uning darhol taqilishi lozimligini talab qilib kelmoqda. Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining raisi Nur Muhammad Turkistoni apandi bugungi namoyishda qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlarım, Sharq Turkistonlik qarindoshlarim ve Adelaide şehrida yaşap, Adelaide şehrida Sharq Turkistonning o'rlik bayrog'ini egiz ko'tarishga to'p qo'shayotgan azizlar, mo'tivarlar. Oldi bilan yana bir qitim hammanglarga jamiyat nomidan mushu yillardan beri qilayotgan necha yillik mushu mujodilamizning sepida biz bilan birga tug'an qarindoshlarimizga, oilalariga, farzandlariga bir rahmatni, salomlarimizni va sevgilarimizni bildirgandan keyin azizlar, o'zimizni azroq eskartishga to'g'ri keladi. Bu eskartish bu yerda turayotgan mo'tivarlarga, azizlarga emas, balki bizga o'xshash vatan davosida o'tlab kuydigan, vatanning suyida oqadigan va shu izlayotgan millatning dardini anglatishni xohlaydigan va shundaqla siyosiy sahnalarda boshqalarning oldiga chiqib millatga vakolatchilik qiladigan va shundaqla millatning o'rlik davosini, o'zining shaxsiy oila davosi, iqtisodiy davosini yuqori ko'radigan vatanparvar millat suyarlarga yassun degan maqsadda bu fikrni bu yerda qoldirmoqchiman. Qarindoshlar, Xitoy davlati Sharqiy Turkiston tuprog'ini, Sharqiy Turkiston tarixini, Sharqiy Turkistonning burjaklarini, Sharqiy Turkistonning boyliklarini, Sharqiy Turkistonning xalqini, Sharqiy Turkistonning muqaddas tarixiy obidallarini o'ziga dushman tutdimi, tutmadimi? Tutdi. Qanday dushman tutdi? Yo'qotish orqali, qirg'in qilish orqali, o'ltirish orqali va o'zining maqsad yomon niyatlarini amalga oshirish orqali. Cho'chaklarda anglaydi. 7 boshliq yalmavuz keladi ekan, o'sha yerga suvlarni ichib ketadi ekan, ballarni yeb ketadi ekan deydi. Naq shu yalmavuz, cho'chaklar yalmavuz kelib bugun bizning ballarimizni büshuklarga yavatadi. Bizdan tek tug'ilmagan buvaqlar Xitoyning dushmaniga aylandimi, aylanmadimi? Aylanmadi. Abdullah degan ism dushmanga aylandimi, aylanmadimi? Aylandi. Muhammad aylandimi, aylanmadimi? Aisha, Hadicha aylanyotadi. Bizdan beşimizdeki doppimiz Xitoyning dushmaniga aylanyotadi. Yüzümüzdeki sakallarımız, mescitlerimiz, dinimiz, tutadigan ro'zalarimiz, o'qiydigan namozlarimiz, beradigan xayr, ihson, zakatlarimiz Xitoyning dushmaniga aylanyotadi. Halbuki biz Xitoyni, Xitoy davlatini, Xitoy iqtisodini, Xitoy siyosatini va Xitoy xalqini, Xitoylar bizni, bizning davlatimizni, bizning iqtisodimizni, bizning xalqimiz va bizning tuprog'imizni dushman tutgandek dushman ko'radikmi, ko'ranmadikmi? Bu savolni har qanday bir Sharq Turkistonlik yurikining ichidan so'rash kerak. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qaytamliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.